Opa, siz ishga har doim shunaqa chiroyli bo'lib kelasizmi va buni siri nimada? Buni siri turmush o'rtog'im yaxshi qaraganda. Erga bog'liq, erga. Aka, ovqatga soch tushmasligi uchun nima qilish kerak? Soch bo'lmash kerak-da, kal bo'lish kerak uning uchun. Ishga kechikib keladigan bo'lsangiz, boshliqlar urushmaydimi? Yo'q, urushmaydi, hammasi chotka. Yaxshimi hammasi? Yaxshi hammasi. Ko'rinishingizdagi bunaqa demayapti-da. Yo'q, chotka hammasi aka. Klient sizga chivi beradigan bo'lsa, uni nima qilasiz? Cho'ntagimga solib uyimga olib ketaman. Agarda siz klientlarga yaxshi xizmat qilsangiz, lekin sizga chivi berishmasa, siz qanaqa emotsiya bildirasiz? Shunchaki kulib qo'yaman, shu. Aka, siz har doim shunaqa seryozni bo'laverasizmi? Ha, shunaqa ishimiz shu talab qiladi. Aka, maslahat ozgincha bo'lsa ham kulib bering. Aka, sizlar egizak emasmisizlar? Yo'q, shunchaki o'xshaymiz. Aka, Jizzax milliy taomlariga klientlar faqat sizni ko'rish uchun kelishar ekan, buni siri nimada? Chiroyimda. Shunchalik chiroyliman deb o'ylaysizmi? Ha, albatta. Voy, gap yo'q. Pulni ko'tarib qo'ying-da. Siz ham o'zingizga shunaqa zo'r baho bermoqchi